Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rizqni to'sadigan 5 ta xato. Bugungi mavzu juda muhim. Ko'pchilik mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, harakat qiladi, lekin baribir hayotida siqilish bo'ladi. Pul ishlaydi, ammo baraka bo'lmaydi. Daromad bo'ladi, ammo xuddi tezlikda tugab qolayotgandek bo'lib yoki kamlik qilib barakasi uchib ketaveradi. Rejalar qilinadi, ammo natija chiqmaydi. Shunda inson o'ylab qoladi, nega? Ba'zan muammo mehnat kamligida emas. Ba'zida hamma sababni ham tashqaridan izlayvermaylik. Boshqa tomondan ham bo'ladi. Ya'ni o'zimiz qilayotgan ayrim xatolar sabab rizq torayadi, baraka kamayadi, qalb bezovta bo'laveradi. Bugun siz bilan rizqni to'sadigan 5 ta katta xato haqida gaplashamiz. Bu video kimnidir ayblash uchun emas, o'zimizni tekshirish, hayotimizni yaxshilash uchun, o'zimizni kamchiliklarimizni to'g'rilab, o'zimizni o'zimiz isloh qilish uchun. Videoni oxirigacha ko'ring, balki aynan siz kutayotgan o'zgarish shu mavzuda bordir. Balki mana shu videodan keyin hayotingizda o'zgarish boshlanar. Birinchi xato: gunohni oddiy ko'rish. Ko'pchilik katta gunohlardan qo'rqadi, ammo kichik gunohlarni yengil ko'radi. Hech narsa bo'lmaydi, hamma qilyapti, zamoni shuda, zamon shunga talab qilyapti-da deydi. Lekin gunoh qalbni qoraytirib boradi. U kichik bo'lsin, katta bo'lsin, har qanday gunoh qalbni yildan yilga qoraytirib boraveradi. Tavba qilmasa ko'payib boradi. Insonning qalbi og'irlashadi, duo ta'siri kamayadi, halovat yo'qoladi. Ibodatga ham odam dangasi bo'lib qolaveradi. Ibodatdan musulmonni to'sadigan katta omillardan biri gunohdir. Siz gunoh qilgan kuningizdan boshlab Allohdan uzoqlashib, ibodatdan uzoqlashib, zikrdan uzoqlashib boraverasiz. Ba'zi odamlar hayron bo'ladi. Nega oldin ishlarim yurishardi, hozir yurmayapti? Balki sabab hisob kitobda emas, tavbada bo'lishi mumkin. Biz o'zimizga nazar tashlaylik. Ko'z gunohi, til gunohi, g'iybat, yolg'on, harom narsalarga qarash, odamlarga zulm qilish, bularning barchasi hayotingizga ta'sir qiladi. Ha azizlar, bunga juda ham jiddiy e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Unutmang, gunoh faqat oxiratga zarar qilmaydi, dunyoda ham insondan nur, xotirjamlik va baraka yo'qolib boradi. Agar hayotingizda og'irlik sezsangiz, avval tavbani ko'paytiring. Astag'firullohni ko'p ayting, gunohni tark eting. Ba'zan bir tavba inson hayotini o'zgartirib yuboradi. Ikkinchi xatoyimiz: namozga beparvolik. Namoz mo'minning ustuni, mo'minning meroji. Namoz faqat farz amal emas, balki hayotni tartibga soluvchi ulug' ne'matdir. Inson namozga jiddiy qarasa, namozni vaqtida o'qisa, Alloh taolo bilan 5 vaqt tahorat qilgan holda, poklangan holda uchrashadigan bo'lsa, Allohni zikr qiladigan bo'lsa, namozdan so'ng duoyi xayrlar qiladigan bo'lsa, albatta uning hayotiga baraka kiradi. Uning oilasiga xotirjamlik, ofiyat kiradi. Alloh taolo uni turli xil kelishi mumkin bo'lgan yomon ishlardan, falokatlardan, kasalliklardan o'zi saqlaydi. Faqat inson ixlos bilan, xushu bilan, huzu bilan namozini ko'paytirish kerak bo'ladi. Uchinchi xato: ota-ona roziligini yo'qotish. Agar inson ota-onasini norozi qilsa, hech qachon ko'karmaydi. Bu xalqimizda ham juda ham keng tarqalgan gapdir. Ota-onani norozi qilgan farzand ko'karmaydi. Bu bejiz emas. Aynan dinimiz ham mana shu narsaga, ya'ni ota-onani rozi qilishga birinchilardan bo'lib targ'ib qiladi. Alloh taolo menga ibodat qilinglar va ota-onangizga yaxshilik qilinglar degan Qur'oni Karimda. Demak, inson Allohga ibodat qilish bilan bir qatorda ota-onasiga yaxshilik qilishni ham hayotida izga qo'yish kerak. O'zi aslida ota-onaga yaxshilik qilish ham bir ibodat. Farzandlarni halol yo'l bilan o'stirib ulg'aytirish ham, halol tomondan rizq topish ham, hammasi aslida Allohga ibodat, agar qalbda niyatni to'g'ri qilsak. Demak, ota-onani duosi katta xazina. Ayniqsa onaning duosi.
ularni hurmat qilishimiz kerak. Holidan xabar olishimiz, og'ir gapirmasligimiz kerak. Ularni xafa qilib qo'yishimiz kerak emas. Ularning ko'zlaridan yosh chiqadigan bo'lsa, farzandning umri, rizqi, har tomonlama orqaga ketishini hayot isbotlab turibdi. Shuning uchun bu narsaga jiddiy e'tibor qilish talab etiladi. 4-xato: isrof va noshukrlik. Rizq faqat ko'p pul emas. Rizq sog'liq, vaqt, oila, tinchlik, halovat, halol topilgan luqma hamdir. Mana shu narsalarning barchasi bizning rizqimiz. Agar shularga shukr qiladigan bo'lsak, Alloh taolo rizqimizni, mana shunday yaxshiliklarni, xayrotlarni yanada ko'paytirib beradi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda menga shukr qilsangiz, men yanada ziyoda qilurman deb biz mo'min musulmonlarga o'zi va'da qilgan. Demak, biz Alloh taologa berganiga shukr qilaverishimiz kerak. Oldimizda nima ne'mat bo'lsa, Allohga shukr qilsak, Alloh taolo uni ko'paytirib beraveradi. Demak, noshukrlik qilib, aksincha isrof qilsak, Allohga nolisak, yetmayapti deb deb noshukrlik qilaversak, hech qachon rizqimizda ham, umrimizda ham baraka bo'lmas ekan. Mana shu tomonga e'tibor qilsak, Alloh taolo rizqimizni yanada ko'paytirib beradi. 5-xato: halol haromga befarqlik. Pul qayerdan kelyapti? Halolmi, harommi? Yoki shubhalimi? Yoki kimningdir haqqi aralashganmi? Mana shu jihatlariga juda qattiq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Halol topilgan ozgina daromadda esa baraka bo'ladi. Biz haloldan pul topadigan bo'lsak, Alloh taolo molimizni ham barakali va yanada ziyoda qilib beraveradi. Endi nima qilish kerak? Tavbani ko'paytirish, namozni vaqtida o'qish, ota-onani rozi qilish, isrofni to'xtatish, ya'ni shukronalikni ko'paytirish va halol rizqni tanlash, istig'forni ko'paytirish va duo qilish. Yakuniy so'z: rizq faqat pul emas, rizq qalb xotirjamligi, rizq sog'lom tan, rizq yaxshi farzand, rizq halol luqmadir. Alloh taolo hammamizning rizqimizga baraka bersin. Sog' salomatimizmi? Kunlik yeydigan ovqatimiz bormi? Yotadigan yotog'imiz va ibodat qilishimizga barcha sharoitlar yetarlimi? Biz shukr qilishimiz kerak. Biz turli xil narsalardan deb noliversak, Alloh taolo bizda hozirgi bor bo'lgan narsamizni ham tortib olishi hech gap emas. Shuning uchun biz ko'proq Allohga shukronalik hissi bilan yashashimiz kerak bo'ladi. Gunohni oddiy sanamay, gunohlardan iloji boricha tiyilgan holda yashashimiz, namozlarimizga ko'proq e'tibor berishimiz, ota-onamizni rozi qilishimiz, isrofdan saqlanishimiz, shukronalikni o'zimizga dasturul amal qilib olishimiz va rizqimizni, luqmamizni haloldan bo'lishiga e'tibor qaratishimiz juda ham muhim ekan. Agar rizqimiz halol bo'ladigan bo'lsa, farzandlarimiz ham to'g'ri, aqlli va biz orzu qilgandek ota-onasini rozi qiladigan farzandlar bo'lib o'sib ulg'ayar ekan. Alloh taolo mo'min musulmonlarga hayoti uchun zarur bo'lgan barcha yaxshiliklarni buyuradi. Hayoti uchun zarar bo'lgan har qanday yomonliklardan qaytaradi. Biz mana shu 5 holatimizni to'g'rilay olamizmi? Bugun eshitganlarimizga amal qilib, ertadan boshlab mana shu 5 ta holatga jiddiy qarasak, tez kunda xonadonimizga, umrimizga baraka yog'ilayotganini o'zimiz guvohi bo'lamiz. Azizlar, buni sinab ko'ring. Izohlarda qoldiring. Kim mana shu 5 ta xatoni chetlab o'tyapti-yu, kim ushbu xatolarni chetlab o'tmagan. Ya'ni bu xatolarga bilib bilmay yo'l qo'yyapti. Izohlarda qoldiring va shu bugundan o'zingizni isloh qilishni reja qiling. Mana shu 5 xatoni to'g'rilab, o'zingizni, hayotingizni o'zingiz yanada barakali, fayzli va nurli hayot qiling. Azizlar, bu nafaqat bu dunyo, balki oxiratingiz uchun ham juda ham foydali bo'ladigan omillardir. Bunga jiddiy qarashimiz juda ham muhimdir, azizlar. Alloh taolo barchalarimizni gunoh qilishdan o'zi saqlasin. Namozlarni vaqtida o'qishlikni nasib etsin. Ota-onamizni rozi qiladigan farzandlardan qilsin. Isrof va noshukur bo'lishdan
o'zi saqlasin. Rizqimizni esa haloldan qilsin. To'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.